Hürmetli vatandaş, leksiyelerimizden devamını anlayacağız. Bugün Çesağa, 2020 yıl 5. ayının 31. günü. Hepteki yekşembe. Yukarı leksiyenin devamı. Aksaray'ın iqtisad məsləhətçisi Larry Kudlow aralıqda bizlər yetkizdik leksiyani şundaq degəni deysinlərdi bu. Əgər Amerika şirkətləri Cungodan çəkinadigan bolsa, yəni başqa yerlərdən Amerikaga münasibətlik çəkinib çıxadigan bolsa, onların xəracətlərini Amerika ödəyəcək, to'liqlama beradi degan edi. Yaqında Amerika Qo'shma Shtatları şu xəracətni e'lon qildi. Aksaray'ın iqtisad məsləhətçiləri Kudlow Fox xəbərlərə qoşumçu yardım beradiganlığı to'g'risida da xəbər bergan edi. Onundan başqa Prezident Trump Jungo'nun Amerikada bazarga chiqqan şirketlerini tilga aldı. Demek Jungo Amerikaga mablag' saldı. Bu şirketler Amerikada savdo faoliyati bilan shug'ullanyapti. Endilikda Amerika Qo'shma Shtatlardan Prezident Trump bu şirketlarni eg'izga oldi, tilga oldi. Agahlandırıb kelar qatam hal qiladigan soha deb ko'rsatdi. Demek hozir boshqa munosabatlarni qo'yib turib, Jungo'ning Amerikada faoliyat qilayotgan, iqtisodiy faoliyat qilayotgan shirkatlarni bir taraf qilish bu kelar qatam deydi. Hal qiladigan soha deydi. Bu vaqtda bek noziklashib ketgan bo'ladi ishtagan juma vatandosh. Jungo bir necha oydan beri izchil oldi Amerika Jungo'dan ayrilib ketolmaydi deb aytib keldi. Biroq Prezident Trump juma kuni nutq so'zlaganda bu jarayondan, ya'ni ayrilib ketish jarayonidan saqlanib olmaydiganligini ko'rsatdi. Demak, hozir Amerika Jungo munosabati ayrilib ketish bosqichiga, jarayoniga kirib keldi. Prezident Trump bunday ko'rsatdi. Jungo bilan qurilish xarakterlik, bitish xarakterlik munosabat o'rnatishni umid qilamiz. Lekin bu munosabat ahvolini men belgilamayman. Vaqt yetib keldi. Amerika rahbarlari qilishga tegishli ishlamindaq. Vaqt yetib keldi. Amerika davlat rahbarlari qilishga tegishli ishlamindaq. Her qaysi sabablar bo'yicha Jungo'ga qo'llab zarba berish. Vaqt yetib keldi, her qaysi sabablar bo'yicha Jungo'ga qo'llab zarba berish. Dünya juma kuni, ya'ni 5. ayning 29. kuni Prezident Trumpning nutqidan mashinaga oid uchurlarni angladi. Yoki xabardor bo'ldi. Bu maqola Jang Jadunning maqolasi bo'lib, Amerika 50 yıllık Jungo siyasetinden vazgeçtiği deb mavzu qo'yilgan. Yuqorqi so'zlaganlarimiz Jang Jadun sizlar bilasizlar, men to'la so'zlagan bu odam to'g'risi sizlarga mushu maqolani yozibdi. Hozir endi bu odam haliqi Jungo 10 yilda og'dirildi deb 2002 yil yozgan kitobdan olibdir. Hozir endi navbat misha keldi. Nim deydi Prezident Trump bugun Amerikaning Jungoga qaratgan uchrashuv alaqada bo'lishdan iborat 50 yillik siyasetdan voz kechdi. Endi yana bir mavzu hurmatli vatandosh, Jungo harbiy taraf foydalangan o'quvchilarning Amerikaga chegaradan kirishi cheklandi. Mavzuli xabar 5. ayning 31. kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. 5. ayning 31. kuni Jungoga nazar tor betida e'lon qilindi. 5. ayning 30. kuni Amerika Oqsaroyning tor betida Prezident Trumpdan Amerikaning Jungoning texnik o'g'irlishi va aqliy mulk huquqini o'g'irlashining ta'siridan saqlash to'g'risidagi tizimlikni e'lon qildi. Buning tarjimasi bunday: davlat bexatarligi va davlat mudofaasi. Tarixdagi vaqt 29 may 2020 yil.
muqaddimi devletimizin icadi yenilaşışlarına qoğdaş ve ilgiri sürüş için icat qilish, ixtiro qilish bizning iqtisodimizning gullanışı ve devletning bexatarligi uchun intayin muhim. Devlet bexatarligiga kapolat qilish Prezident Donald Trump del hozir Jungoning tadqiqotchi o'quvchilaridan foydalanib Amerikadan aqli millik huquqi va texnik iqtidorini o'g'irlash qilmishlarini parchalayotir. Prezident Trump bayonot e'lon qilib, Jungo yo'lga qo'yayotgan armiyada va el ichida ishlatishga bo'ladigan strategik qurilmalik moddiy gavdalarga munosabatlik ba'zi tadqiqotchi o'quvchilarning va shundoq Jungo greydalarining F va J belgilik viza elib Amerikaga kirishi cheklandi. Qaltisga patandash. Jungo Amerikaning texnikasini aqli millik huquqini o'g'irlab tadqiq qilib, Amerikaning davlat bexatarligiga tahdid soldi. O'zining iqtisodini bo'lsa, musha orqali, ya'ni texnika o'g'irlash orqali kapolatga qildi. Bugungi harakatimiz to'g'risida sabablar bilan Amerikaga o'qish kelgan o'quvchilarga ta'sir ko'rsatmaydi. Bugungi harakatimiz to'g'ri sabablar bilan Amerikaga o'qish kelgan o'quvchilarga ta'sir ko'rsatmaydi. Ta'sir etadigan o'quvchilar har bir tarafga munosabatli o'quvchilardir. Amerikaning afzallik o'rnini saqlash. Prezident Trump del hozir davlatimizning harbiy ishlot texniki jihatda ustunlikni saqlash o'rnini kapolatga qildi. Jungoga davomli bosim ishlatishni saqlash. Bugungi harakat Prezident Trumpning Jungoning Amerikadan hayon elishini cheklash to'g'risida bergan va'dasining eng yangi tipak misolidir. Yani bu yerda bugungi harakat davatqini 29-kuni tushdan soat 2 atrofida Prezident Trump so'zlagan Jungo siyosati to'g'risidagi harakat demak. Prezident Trump allaqachon harakat qo'llanib, chet elliklarning yomon g'araz bilan Amerikaning uchur aloqa to'rlariga kirishini chekladi. Endi yana bir xabar hurmatli vatandosh. Harbiy taraf orqa ko'rinishga ega Jungolik o'quvchilar qo'g'lab chiqarildi. 360 bin nafar o'quvchi patparaq bo'ldi. Jungoning bir jumla so'zi maxfiyatni oshkorlab qo'ydimi? Mavzuli xabar 5-oyning 31-kuni Jungoga nazorat torbiyati e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati kam deganda 3000 nafar harbiy taraf orqa ko'rinishiga Jungolik o'quvchilarni chegaradan qo'g'lab chiqarish yoki ularning Amerikaga kirishiga viza qo'yib bermaslikni planladi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.